Hammaga assalomu alaykum. Bizlarda keyingi navbatdagi sotiladigan uyimiz ko'pchilikning talablariga binoan Urganch yo'ldan Olsutkli yo'ldan so'raganlar uchun вообще zo'r variantimiz. O'zim Urganch yo'lga aylangandan Asadbek kafedan keyin ikkinchi yo'ldomiz sotuvda. Uyning ichining obzorlari bilan tanishtiramiz, baholarni ichkarida aytib o'tamiz. Ketdik. Uyning ko'chadan kirish qismi kirgan ham shunday chiroyli, feyz bo'lib turibdi. Gullar, atslar ham egilib turgan atslar, bu yerda garajlari hammasi normalniy, mana orqaga ham sastinalari cho'tka bo'lib turibdi. Endi salgana bir mehr beraversa, salgana remont etsa, yanada go'zallashib ketadi. Ataka hozirgi sastinasida da hech bir yomon yeri yo'q. Shu ochib yotgan, to'kilgan, buzilgan, yig'atagan yerlari yo'q. Bu yoqdagi sirtda balkon bo'ladi, balkondan yopib, zalda ulaytirgan ekan. Endi hozir uyning ichini ko'rasiz, uyning ichidagi remontlari dim ajoyib go'zal bo'lib ishlangan. Uyning ichi bilan tanishtiramiz. Uyning kirish qismi shunday koridordan planlar ham bir zo'r bo'lib tushgan. Kirsangiz, bu yoqda birinchi kuxnya. Kuxnyaga salgina bir remont kerak, ko'p emas. Mana mebellarni ham qaytadan bir perdelka etib ishlatib bersanglar, Aristonning tazasidan qo'yilib turibdi ekan. Gaz plita bor. Uyimiz ichining jihozlari bilan birga sotiladi, to'shamcha ushtirish bilan. Zal bilan tanishtiramiz. Zalning o'zine bir alohida e'tibor berilgan, remontlari zo'r ishlangan. Mana balkondan bu yoqqa qo'shilgan. Balkonning chegarasi gidet sho'rlardan bo'ladi, o'sha balkondan qo'shib ulaytiravergan. Oboylarning o'zi ranglari bir odamda bu qismidan bir chiroyli zo'r svetlar bilan ishlangan. Patolklari, lyustralari, bu yoqda mana mebellari, televizorlari va masalan bir alohida e'tibor berasizlar, ichida ham narsasi qoladi. Mana gilamlar ham yumshoq, toza gilamlar ekan hali. Bu yoqda mana vannasi отдельный, bu yoqda sanuzellari отдельный ishlangan, ikkovi bir-birining ichida emas. Spaniya xonalari. Spaniyalar oddiy rang bilan turibdi, rang berilib turibdi. Bu yerning eshiklari ham yaxshi eshiklardan qo'yilgan, yanday prosto eshik qo'yilmagan. Ikkinchi Spaniyasi. Spaniya xonalarida salgina bir remontlarni berilaversa, qolgan yerlar hammasi chotki. Mana buni ikkinchi zali bo'ladi. Ikki zal, ikki spalniy, kuxnya, koridor, vanna sanajeli отдельный, chotki. Bir xo'jalikqa zakonniy, bir xo'jalikqa ulug'lik ham etadi. Masalan, domlarga qaraganda hali bir yaxshi. Uyimiz bilan ko'rib tanishinglar. Uyga bir gap bilan aytganda, gap bo'lishi mumkin emas. Endi Kamskutlik ayri-beri bor, unda ayri-beri Kamskutlik ham yerda bo'ladi. Adresni yana bir aytib o'tamiz. Urganch yo'lning bo'yinda Asadbek kafedan o'tgandan keyin Uglovoy joyning bu yoqda ikkinchi joy. O'zimizning Asadbekning uyining yonida. Ikkinchi uyimiz sotiladir. Izinda hech qanday krediti yo'q. Bahasi 55 ming dollar aytilyapti. Kelishlarda qaytlarda kam bor. Kelsanglar ustida savdolashib olaverasizlar. Ichida vajlari bilan 55 ming dollarga qo'yilyapti hamma narsasi bilan. Yo'q, ichida hech narsa kerak emas, hammasini apishib ketaver desanglar, o'sha baho o'zgaradi. Bahasi boshqa baho bo'ladi. Uni ham kelib ustida gaplashib olsanglar bo'ladi. Videoni shunday uy qidirib yurgan tanishlaringizga sirazi yuborib qo'ying. Bahasi ham normalniy, adres ham normalniy. Bu yerda gaz svetdan hech qanday muammo bo'lishi mumkin emas. Bizlardan uzoqlashma, sizlar bilan men Ixtiyor.